Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, navbatda 20 kilovatli kotelimizni Amudaryo tumani Qoratog' mahallasini dasturga qilyapmiz. Mana o'zlari bekitmoqda Damas'da. Bu 20 kilovatli kotelimiz uzoq qancha aqlli kotel bo'lib, bir sutkasini o'z siqladan 50 kilogacha rasxod qiladi. Komplektida ventilator, termostatlari bo'ladi. Bizning brend Amu Teplo. Zagrubska joylarini 35 kilodan 40 kilogacha ko'mir sig'adi. Suvli setka emas, chug'ulli setka bo'ladi bular, chug'ulli. Eshiklarning reguliv ketish joylari bemalol bo'ladi, orqadan xohlagancha reguliv qila olasizmi. Azbiyda shnurlar bo'lganining hisobini hech yerdan tutun chiqmaydi. Kotellarimizning lisari uchli qora lisardan ishlangan. Yopiq sistemadan bemalol bo'ladi, tartiblar qo'yilgan mana. Kimga shunaqa kotellar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mangiz shahri. Ishlab chiqarish seximiz eski paxta zavod ichida.